Assalomu alaykum, mani kuzatayotgan barchaga. Bugun men sizlarga qorqiz bosh kiyimini toshlar va munchoqlar yordamida bezak berishni ko'rsatib beraman. Toshlarni iloji boricha har xil shaklidan foydalaninglar. Men shishali toshlardan foydalandim. Munchoqlarning razmerlari ham iloji boricha har xilini ishlatinglar. Toshlarni tikishdan avval kley yordamida yopishtirib olinglar. Shunda tikayotgan shaklinglar chiroyli chiqadi. Ikkinchi qavat shaklinglarni joylashtirib, chetlarini tikib, tag qismidan sintifon to'ldirib olasizlar. So'ng orqa tarafini birlashtirib tikib chiqasizlar. Shapkani peshona qismini krujva, tosh va munchoqlar yordamida videoda ko'rsatilgandek tikib chiqasizlar. Shapkaga toshlarni zigzag qilib yopishtirib, qizinglarni boshiga kiydirib, tepa shaklini qo'yib, sovun yoki o'chadigan ruchka yordamida chetlarini belgilab, so'ng munchoq to'ldirib chiqasizlar. Eslatib o'taman, yasatayotganinglarda bolani yoshini ham inobatga olinglar. Chunki qancha ko'p toshlar va munchoqlar bilan yasatsangiz, bosh kiyimi shuncha og'irlashadi. Tushunmagan joyinglar bo'lsa, bemalol menga murojaat qilsanglar bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, duolaringizda eslab o'tsanglar, xursand bo'laman.